AQSh prezidentining maxsus vakili Steve Witkoff Hamas uning G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish bo'yicha taklifini qabul qilgani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Axios nashri. Germaniya, Buyuk Britaniya, Fransiya va AQSh Ukrainaga uzoq masofali qurol yetkazib berishdagi cheklovlarni bekor qildi. Germaniya kansleri endilikda Ukrainaga yetkazib berilayotgan qurollar uchun uning uchish masofasi bo'yicha hech qanday cheklovlar mavjud emas. Bu shuni anglatadiki, Ukraina endi o'zini himoya qilishi mumkin. Jumladan, Rossiya hududida joylashgan harbiy pozitsiyalarga zarbalar berish orqali ham. Ilgari Ukraina ma'lum bir cheklovlar tufayli bunday qila olmas edi deya izoh berdi Mers telekanallardan biriga bergan intervyusida. Trump Eron bilan yadroviy dastur bo'yicha muzokaralarda sezilarli muvaffaqiyatga erishilganini ma'lum qildi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi muzokaralarda muhim yutuqlarga erishildi. Ko'ramiz nima bo'ladi. Menimcha Erondan yaxshi xabar eshitishimiz mumkin. Ertaga nima bo'lishini ayta olmayman, lekin muzokaralar juda yaxshi ketmoqda. Men portlashlar bo'lmasligi va odamlar o'lmasligi uchun shunday bo'lishini juda ham xohlardim, deydi AQSh prezidenti. Bundan tashqari Trump G'azodagi vaziyatga ham izoh berdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Vashingtonga ham, Isroilga ham Hamas vakillari bilan bevosita aloqada ekanini aytdi. Biz buni imkon qadar tezroq tugatishga erishishimiz zarur deya qo'shimcha qildi Donald Trump.